Neç pul deyapsiz buni aka? Zero ne keldi? Ko't yo'q akani. 600 ga bersiz olib ketdi mana. Barcha unga bo'lmaydi. Bo'ldi bering. Qo'l qo'yapti, telefon bo'lyapti. Alo, tez gapir, tirikchilikdaman. Diyor aka, dadam mol furushga qiz bermayman deyapti. Sizdan molni hidi kelar ekan. Nima? Mol furushga qizini bermas ekan? Nima bo'lyapti? Bizdan mol hidi kelar ekan. To'g'rida o'zi bizdan mol hid keladi. Mol furushga qiz bermaslikka ko'rsatib qo'yman dadasi. To'xta. Qo'y, ko'rsatib qo'yaman deb mol furushga qiz bermaslikni. Tursunar aka, Tursunar aka. Nima baqirsan, ey? Men siz qizingizni bermayman degan molni hidi keladigan mol furush bo'laman. Xo'sh, molga aytasiz, men mol furushman. Nimaga mol furushga qizim bermayman dedingiz? Bu mol bozorida eng kuchli dalloli bo'ladi. Ashira. Ha endi tengi bilan tezak olib bilamdi uka. Bilib qo'ying Tursunar aka. Tezagingiz ham mol bo'lmaganda bo'lmasdi, eshitdingizmi? Ya sen bari mol qursa yolg'onchi bo'lishasan. Biz mol qurishlar faqat seshanba, payshanba, shanba, yakshanba kunlari obedgacha yolg'on gapiramiz xolos. Nimaga aynan u kunlari? Seshanba kuni Sharxonga mol bozoriga boramiz, payshanba kuni Kunlarga boramiz, shanba kuni Xo'jaobodga boramiz, yakshanba kuni Marhamatga boramiz. Aytib qo'y Tursunar aka, mol bozorida rost gapiradigan chayqovchi bor, umuman ish qilolmaydi. Endi biz yolg'onimiz nima endi? Sutni 3 litr ko'paytirib boramiz. Qorni sal katta bo'lsa bo'g'oz ekan deb boramiz. Qarang, mol bozor ertaman sahar qorong'ida bo'ladi. Quyosh chiqguncha yolg'on gapirsa bo'laveradi, ha. Ana ko'rdingmi senga to'g'ri aytibmanmi? Tursunar aka, bu yolg'onlarni qizingizga nima aloqasi bor? Qizingiz mol bozorga chiqmaydi, jon aka. Sen nariroq turgan mol hidi kelyapsan. Tursunar aka, qaysi mol burishda ko'rgansiz, kelasa hidi kelganini? Molni hidi keladi-da. Aslida bu molni hidi emas. Bu pulni hidi bo'ladi. Buni faqat mol turishlar tushunadi. Qanaqasiga biz ham tushunamiz. Yo'q Tursunar aka, siz bitta moldan 2 million, 3 million foyda qilganingizda tushunasiz. Bitta moldan 2 million shunday foyda qilasizmi? Tursunar aka, mol turishlar bilan hazillashmang. Bersam sizlarga mol kursiga beraman-da qizim, ikki bola. Hidlaringizdan, ey? Bermasingizdan bor dada. Molni eski arqanda bo'g'ardim-da. Beraman-da o'g'lim sizga. Abob to'ydan keyin bitta ena bolasi yigir mendan. Qonida bolasiman. Sog'lom bichora. Qayga urma. Mol turishlar tarqatib qo'yamiz.